Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Loman Sandy tovuqlarini tuxum boshlagani, biznesga tayyorini so'rayotganlar uchun mana Malotga tuxum boshlagan, xudo xolasa. Endi nishona berishni boshladi. Bu degani hozirda 700 ta tovuqdan endi bitta ikkita qilib shunaqa qilib beryapti. Endi bu yog'iga xudo xolasa ko'payib boraveradi. Bitta ikkita shunaqa qilib qo'shilib boradi xudo xolasa bu yog'iga. Narxlari 70 ming, 75 ming so'm shunaqa narx aytilyapti. Ob'yomga nimaga? Donaga. Endi dona ham misol 100-200 ta sotilmas ekan. Eng kamida shu borinki 700 dan 2 yoki 3 kishi birdan bo'lishib olib turib, birdan chiqib ketish kerak ekan xonadan. Shuna deb aytishyapti. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Asaka bilan Andijon viloyati Asaka tumani bilan Quva tumanining o'rtasida joylashgan Birlik degan joyda. Egasining nomerini videoning tagiga qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, gaplashib, hamma yo'g'ini sog'liqlarini kelib ko'rib, netib olsalaringdan bo'laveradi. Shopirlar topib beramiz. Shopirlar ham bor, mashetliklar, shu yerlar o'zlari olib borib beradi. Qayerga bo'lsa ham olib berilaveradi. Tovuqlarimizga yoshiga, sog'lig'iga qilingan vaksinalarga garantiya berilyapti. Bu tovuqlarimiz Loman Sandy tuxum yo'nalishidagi tovuq bo'lib, yiliga 300-310 ta tuxum beradi. Tuxum yo'nalishida endi mana sentyabr oyida o'sha sezonlar boshlanadi, mashlarni davri keladi. O'sha narx-navolar oshib boraveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aloqaga chiqaverasizlar.